Iqtidorli talabalar bilan bizlar tekshiruvlar o'tkazdik. Tekshiruvlarimiz aynan zamburug' kasalliklariga bag'ishlanadi. Mana biz auditoriyalarimizda, xonadonlarimizda, ish jarayonlarida, kundalik hayotimizda bizga manzara berib turuvchi gullar va ularni oziqlantiruvchi o'g'itlar haqida gaplashamiz. Demak, bizni qiziqtirgan masala gul tuvakdagi o'g'itlar. O'g'itlar har xil texnologik jarayondan o'tgan bo'lib, ular tarkibida aynan gullarni sug'orish jarayonida zamburug'larni ko'payishiga sharoit yaratilishi mumkinligini aniqladik. Demak, bizlar o'tkazgan tajribalarda gultuvaklarimiz agar gultuvaklar sug'orilish jarayonidan keyin namlik saqlanib qolsa, mana shu holatda zamburug'lar o'sishini aniqladik. Endi gultuvaklarimizni sug'orish jarayonidan keyin quruq holatda saqlashga erishsak, hech qanday zamburug' kasalliklari bizni hayotimizga xavf tug'dirmaydi. Hammalaringga manzarali olamda yashashlaringni tavsiya etamiz.